Qaysi shamollar uchirdi sizga? O'sha shamolni to'xtatmay turinglar. Ha, ota. Siz yerga qaramang, qo'rqmang. Kabringiz qarigan bo'lsa yoshdan beri olaman, hech qo'rqmang. Men ketaman, maqalaringiz. Qizlarim ko'p. Xo'jayinim yo'qlari ham ko'p. O'zim ham xo'jayinim yo'q. Ayyadan ko'rdim. Aman bo'ling. Ha, aman bo'ling. Qani bir chiroyli gaplardan yo'qmi endi bu masala chiroyli? Tayyor bo'lsinlar. Ya uniki tayyor doim bo'lyapti. Sizlardan avval shu uchun ko'p gapiryapman-da. Xato qo'ying. Bismillahirrahmanirrahim. Ilohi obid tani sahatli bir xotiri jam bersin. Hamisha to'yxona murodxona bo'lsin. Hammalaringni topganlaring to'yga buyursin. Qo'shganlaring bilan qo'shaqlaringlar ilohim. Zamonalarimiz tinch bo'lsin. Parvardigor yegam ob ravonga Xudo baraka bersin. Mana shu bandlarga Xudo baraka bersin. Muhiddin jonginamda ilohi maktabalari ulug' bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Ular ham qo'shganda qo'shaq qarisin. Bundan ham maktabasi ulug' bo'lsin ilohim. Shu yerda ishlaganlarda hammasini tani joni sog' bo'lsin. Umrlari uzun, rizqlari baland bo'lsin. Haq Sulaymon, shu Sulaymon payg'ambarlarimiz hamisha qo'llasin hammalaringda. Mahallalaring tinch bo'lsin ilohim. Parvardigor yegam pishoyishkor bersin. Hamisha nurlarini so'sin, barakat o'qsin. Hammang tinchlik, amoni, xotirjamlikda yursin. Otagan sizlar bir narsa devoring endi. Ilohim. Shu qalik pullar Ilohim. olsinlar, oldirmasinlar, to'sinlar, to'qilmasinlar. Keling bu o'rtaga qo'y. Shu qaliklar yana oylarga, yana yillarga ko'p-ko'p bola chaqalarga quruq aymonlarni sog' salomat o'ynab turgan imkoniyatlar berdi. Martabalar ulug' bo'lsin. Nimaga yaxshi niyat qilamiz shu yangi yilda? Shu ijobat bo'lsin. Nimaga maqsad qilamiz? Nimaga ijobat bo'lsin. Olsin. Rabbana atina hasanatan wa qina azaban. Endi sumalak to'g'risida bir narsa deb ochaylik sumalakni. Bu yerga o'tiring. O'tiring. Nega o'sha turmanga bu yoqqa. Keling. Oyingiz bitta duo qilsin. Qani qaytadan duo qiling. Bu duo qiling. Iloh amin. Muhiddin jonimni ham Xudo tan jonlarini sog' qilsin. Maktabalarni ulug' qilsin. Qo'shganlarimdan qo'shaq qarisin ilohim. Shu ballarga keldi nihoyatda she'rlar serokarchilik bo'lsin. She'rda ishlaganlarga ham hammasini tani jonni sog' bo'lsin. Parvardigor yana shu vaqtlarga o'ynab kulib mana shunday Navro'z oylarga, yaxshi kunlarga hammalaringni Xudo Parvardigor yetkazsin ilohim. Videochi o'g'lingni ham tani jonni sog' bo'lsin ilohim. Hamisha Hazrat Davud bolam yigit birim nurlarini so'sin, baraka ato qilsin ilohim. Parvardigor hamisha tinchlik, amonni, xotirjamlik deb bersinlar. Endi sumalakni ochamizmi? Sumalakni to'min. Sumalak. Amin. O'rgida bu pasmam. Xudoyo Xudovanda bizorom. Tabiat qilsinlar, kishi oshkor bersinlar. Sumalaklarimiz tolli bo'lib, mahallalarimiz ochinglar endi o'zini. Yuzini ochinglar, o'shatigani ochinglar yuzini. Olin. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyinlarda nima ayriliq bo'lsa qiyinlar. Shirin nima tushmaysin. Bir piyolama yalatasizmi odamlarga keyin? Nima qiladi? Bosh shunaqa bo'ladi? Endi qilib bergan kampirlaringizda mana. Молодец. Albatta chiqib Tozalar yüzünü o zaman. Tozalar, atlar. Yok, yapışmış. Yok üstüde bu. Bu sen otur. Oğlum şu umutlar umutkenasiga yetsiz sadaqasi. Xudo ilohi dargohida qabul. Aytgan eskesin. Bismillahirrohmanirrohim. Sana amin. Aytgan eskesin. Allohu akbar. Omadini bersin shu yigitga. Bersin. Ilohim xayrat va daftunlar dina. Shahrimizdan olib ketib qolmanglar lekin boshqa yoqqa. Yo'q. Bunaqa bo'lishga kerak. Bo'lsa yoqda yuboringlar, yaxshi qilinglar. Mana endi tarqata uringlar. Ha. Silbara yaxshi. Ya, Aya, berib oling. Solatdan olib. ilohim. Omodanchilikka. Baraka topinglar. Yaladi. Otani gaplarini obodanchilik degan gaplarni. Hammasi yaxshi.
Rahmat sizga ham shunaqa bolalar tarbiyalagan. Rahmat, hurmatli keldingiz mana shu yurtimizga, mahallamizga. Shahrimizga. Qashqadaryodan chiqqanday bo'lgan kelib, mana biz sizlarga mehmon bo'lamiz. O'tirmiz. Aralash. Nimaga niyat qilib, Xudo niyatiga yetsin. Bola chaqalar huzur Bir piyolarni soltirib-da qilishlaringga yetar. Piyolarni soylar kasaga yalatinglar. Irimini qilsalaringchi. Ha, o'zbagim. Ana kasada mumkin. Yo'q, qo'l tutsak bo'lmaydi-da. O'z asta qo'l bilan yaladadi. Kasa bilan-da. O'zi chinchilarlarni yalab. Anda qayda amal o'sam yo'qmi? Ko'rmaymaydi. O'tiring. Shu mahallani boshlig'i bo'lgan qizim, o'g'lim, hammalaringga tanjonlaring soqsin ilohim. Mahallalarni tozalab, kishoyishkor berib, Xudo nurlarni soqsin, uylaringga baraka bersin ilohim. She'rlarga ham Xudo baraka bersin. Hasti Xidir bobom, boyi dehqon bobom baraka qilsin ilohim. Hamisha martabalaring ulug' bo'lsin. Shetda yurgan o'g'illarimga ham nima niyatda yurgan bo'lsa, niyatlarga Xudo yetkazsin ilohim. Hammasini kelinlarim bilan bala chaqalarni o'ynab kulib yursin. Yanagilam qilib berasiz endi. Sizgaringizga yanagilam qilib berasiz. Yanagilam qilib berasiz. Xudoga xolasa, ilohim. Xudo shu kunlarga Ha, yetdi. Bitta ha. Hammaga yetsin balam. Shamol. Ko'chlikka bu. Hadi yaxshi. Ham o'ngga urib ekansizlar. Ha, xola. Ikki tomonga urib ekansizlar. tushgan ular ham erkin bilan o'tib ketadi. Buga sangin. Mana shular nima o'tinjonga beringlar allaqancha. Ocha odasi. Qancha ko'p odam yesa shuncha savob ekan. Qayerga berib qo'yasizlar? Inani piyola olib kelyapti, o'shanga solib mahallaga tarqatib yuborsa bo'ladimi? Ha, tarqataversin kosagami, nimagami? Idishga olamizda, idishdan solib beraveradi. Chelakka olmasa, uyida piyola solib beriladi. Mana shu ichidan Yo'q, piyolasi bilan beradi, Xudo o'zi. Ha, o'zi tarqanda shu. Shoshmagin dedim ben. Chiqdin. Bo'ldi. Bitta qo'yinglar. O'nta Mahmud Beqoq qo'ying. Qanaqa beramiz? Yo'q, ayni kelin. Qayerda yuribsiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz kelsam yo'q ekansiz. O'zingiz yaxshimisiz? Charchab Kamroq bo'ldi. Bo'ldi, endi bu yerdan nima qilmay turib, kamroq solib to'xtatib turing endi. Tagida tosh bor. Ha, to'xtatib turing endi. To'xtab turadi. Ziyoratgohlarda ham o'tkazildi. Umumxalq bayrami Navro'z markaziy xiyobonimizda munosib ravishda kutib olindi.
Olmaliq tog' metallurgiya kombinatining sex va bo'linmalarida nishonlangan bayram tadbirlari, Navruz shodiyonalari mahallalar bo'ylab davom etmoqda. Ijtimoiy himoya yili davlat dasturiga asosan shahrimizda o'tkazilayotgan aksiya Olmaliq hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishni boshlashdan avval shahar hokimi Abdurashid Zokirov yig'ilganlarga Olmaliq tog' metallurgiya kombinati ochiq aksiyadorlik jamiyatiga bosh direktor etib Ro'ziyev Ne'mat Ro'ziyevich hamda tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Olmaliq shahar filiali boshqaruvchisi lavozimiga muqaddam ushbu bankning Toshkent shahar Yakkasaroy filialida mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 1979-yil tug'ilgan To'raqulov Abduhalil Ibrohimovich tayinlanganligini e'lon qildi. Kun tartibiga bir nechta masalalar qo'yilgan bo'lib, ulardan asosiylari shahrimizda Navro'z bayramini yuqori saviyada o'tkazish. Tadbirda tegishli korxona va tashkilotlar tomonidan Tadbirda tegishli korxona va tashkilotlar tomonidan oziq-ovqat va nooziq-ovqat yarmarkalarini tashkil etish, shahar hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, ko'chalarning sanitariya holatini yaxshilash, bino va inshootlarni zamonaviy tusga kiritish, Oydin dehqon va buyum bozorlarida tartib o'rnatish hamda olib borilayotgan rekonstruksiya ishlarini yakunlash. Shuningdek, savdo do'konlarida terminallar sonini ko'paytirish, Markaziy bank tomonidan belgilangan rejaga asosan ular orqali pul aylanmasini Mana o'lkamizga fasllarning kelinchagi bo'lmish bahor o'ziga xos yosharish va yangilanish bayramlari bilan birga kirib keldi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, qadimdan ota-bobolarimiz nishonlab kelgan bayramlarimiz, milliy urf-odatlarimiz yana tiklandi. Mana shunday bayramlardan biri Navruz, ezgulik va nafosat, mehr-muhabbat, muruvvat va saxovat bayramidir. Bugun shahrimizning markaziy xiyobonida Navro'z bayramini hamshaharlarimiz o'zgacha bir shukuh bilan kutib olmoqdalar. Bugun ertalabdan chalingan karnay-surnay sadolari Olmaliqning barcha ahlini shahrimizning markaziy maydoniga chorladi. Navro'z bayram tadbirini Olmaliq shahar hokimi Abdurashid Zokirov ochib berdi. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar, shahrimiz mehmonlari. Ona zaminimiz uzra beg'ubor Navro'z nafasi ufurib turgan mana shu qutlug' va munavvar kunlarda sizlarni ulug' ayyom bilan muborakbod etishga ruxsat bergaysizlar. Xalqimizning milliy qadriyatlari, an'analari, asriy orzu-umidlari aks etgan bayram bu Navro'z olamdir. Yurtimizda aholini ijtimoiy himoyalash davlat siyosat darajasiga ko'tarilib, xalqimizning turmushini yanada yaxshilash maqsadida inson manfaatlari yo'lida ko'plab xayrli ishlar qilinmoqda. Ijtimoiy himoya yili davomida bu kabi xayrli ishlar davom etaveradi. Shahrimizda kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, yordamga muhtoj hamshaharlarimizga bu yil ham sog'in sigir va parranda berish rejalashtirilgan. Mahallalarda yolg'iz, keksa va nogiron hamshaharlarimiz holdan xabar olib, sovg'a salom berishni maqsad qildik. Bugun mehnatkash xalqimiz uchun ajoyib bayram, sayr tashkil etib, Navro'zni katta shodiyonalar bilan nishonlashni maqsad etdik. Aziz hamshaharlar, Navro'z barchaga barobar bo'lsin. Muhimi inson qadri, uning ko'nglini ko'tarishlik ulug' niyatimiz bor. Yurtimizdagi xalqimiz turmushimizni yanada yaxshilash, obod va erkin jamoat qurish, barpo etish yo'lida islohotlar ketmoqda. Nasib etsa shahrimiz obodligi, xalqimiz farovonligi uchun hali ko'p ishlar amalga oshirishimiz zarur. Navro'z olamini bundada katta shodiyonalar bilan qarshi olamiz. Mana shu bu bayram kunlari qilayotgan ezgu tilaklarimiz ushalsin. Har qaysi xonadonda quvonchli kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz obod bo'lsin. Navro'z olam hammaga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bu yil shahar hokimligi tomonidan uyushtirilgan Navro'z tantanalari o'ziga xosligi bilan ajralib turdi. Shahrimizning 10 dan ortiq korxona tashkilotlari, uy-joy mulkdorlari shirkati va mahalla jamg'armasi tomonidan xalqqa osh va bahor taomi bo'lmish sumalak tarqatilib, bayram dasturxonlari yozildi. Amin, shu topganlariga baraka bo'lsin. Hokimlarimizning umri uzoq, rizqi bo'lsin. Shunchalik xalqqa noz-ne'matlarni berib qo'yibdi, sumalakmi, oshma, hech qachon bunday ashlar bo'lmagan. Shuncha xalqqa yetkazganiga shukr. Umrlari uzoq, rizqi farovon bo'lsin. Har doim xalqqa farovon bo'lib, o'ynab kulib yuraversin. Allohu akbar. Mana shunday shukuhli daqiqalarda tabiat ham bamisoli ona singari bag'rini ochib, odamlarga mehr ulashdi. Har qaysi inson bu g'animat dunyoda Alloh bergan ne'matlardan bahramand bo'lib, bir-biriga, o'z yaqinlariga mehr ko'rsatishga, nuroniy keksalarimizning duosini olishga, bemorlar, yetim-yesir, ko'ngli yarim kishilarga yordam va ko'mak berishga intiladi. Va bunday savobli ishlardan beixtiyor o'zining ham dili yorishadi.
Shahrimizda 43 ta mahalla bo'lib, mahallamiz kecha shahar hokimligi tomonidan, mahalla jamg'armasi tomonidan markaziy maydonimizda doshqozonlar o'rnatib, sumalaklar qildirildi. Shahrimiz aholisiga sumalaklar tarqatildi. Har bitta mahalla o'zining stol, dasturxonlari bilan qatnashib, hammasi o'zlari alohida aholi uchun ko'k somsalar pishirib, mana shu bayramimizda qatnashyapti. Bu dilbar faslda tabiatning uyg'onishi, maysa giyohlarning tuproqni yorib quyoshga intilishi, kurtaklarning ochilishi, yer ko'kda ro'y beradigan buyuk o'zgarishlar, ilohiy mo'jizalar har qanday insonni ham hayratga soladi. Tabiatning ochilishi bilan odamzod qalbida ham mudrab yotgan ezgu hissiyotlar uyg'onadi. Ko'p millatli aholimiz o'zlari bir-birini hamdardlik, birdamliklarini, saxovatini ko'rsatib, rahbarlarimiz mana bugun shunchalik aholiga o'zlarini saxiyligini, saxovatlarini qilishdi. Oshlar damlandi, sumalaklar qilindi, bahor bayrami sumalaklari. Hamma farovon, mazza qilib o'ynab dam olishyapti. Biz ham mana bugun nevaralar bilan, kelinlar bilan, qizlarim bilan mana biz ham bayram qilishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olmaliq shahar mahalla xayriya jamg'armasi, Olmaliq shahar hokimiyati nomidan butun fuqarolarimizni bayram bilan tabriklayman. Navro'z xalqimizning yuragini va yorug' tuyg'ularini, o'lmas ruhi va ma'naviyatini o'zida yorqin namoyon etadigan eng qadimiy, eng ardoqli, asl milliy bayramimizdir. Shahrimizda o'tkazilgan tadbirda 200 dan ortiq faxriylar, shahar rahbarlari va faol insonlariga alohida o'tiradigan joylar tashkil qilinib, poytaxtdan tashrif buyurishgan san'atkorlar, dorbozlar, sportchilarimizning chiqishlari, Metallurg madaniyat markazi ijodiy jamoasining konsert dasturlari havola etildi. Navro'z bayrami sizlarga sihat, salomatlik, omad va baxt olib kelsin. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Hadislardan hikoyat qilishlaricha, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir piyola sumalak tortiq etishganida, undan bir yalam tatib ko'rib, bu qanday taom deb so'ragan ekanlar. Odamlar bu Navro'z kuni pishiriladigan sumalak deb javob berishibdi. Sumalakning mazasidan rohatlangan payg'ambarimiz taomi shunaqa bo'lsa, ilohi har kuni Navro'z bo'lsin debdilar. Mana 2 kundan buyog'iga biz bayram qilib va ellat vakillarining ishtirok etayotganligi, ko'plab xorijiy mehmonlarning bizning quvonchimizga sherik bo'layotganligini, Navro'zning odamlarni birlashtiruvchi hayotbaxsh kuchidan dalolat beradi. Barcha hamshaharlarimizni ushbu ezgulik va nafosat bayrami bilan muborakbod etib, so'zimizni Navoiyning har tuning qadr ulug'on, har tuning